So'nggi Ramazon. Rog'ib Sarjoniy. Ramazonga yaxshi tayyorlanmaganimiz bois ko'p hollarda bu oyni dastlabki kunlarini zoya o'tkazib yuboramiz. Ro'zani qadrini, Qur'onning halovatini va tungi namozdagi xushuni his qilmaymiz. Shuurli musulmon yoki xushyor muslima mazkur qimmatli lahzalar va tengsiz vaqtlarni beparvo o'tkazib yubormasligi lozim. Biroq menimcha bu borada biz ko'pincha e'tiborsiz qoldiradigan eng muhim jihat ushbu muborak oyga ma'naviy tayyorgarlik ko'rish masalasidir. Ya'ni Ramazon oyini intizorlik bilan kutishingiz, uning kun-u tunlariga mushtoq bo'lishingiz, Ramazon va sizni ajratib turgan soatlarni sanab borish va unga yetisha olmaslikdan qattiq qo'rqish. Ushbu hissiy holat og'ir, ammo Ramazon kirib kelishidan avval bu holatga tushib olgan inson muborak oyni haqiqatidan bahramand bo'ladi. Hatto huzur halovat ila uning har lahzasidan unumli foydalanishga muyassar bo'ladi. Men shuni anglab yetdimki, ushbu noyob hissiy holatga erishishning eng oson yo'llaridan biri bor g'ayratingiz bilan kirib kelayotgan Ramazon dunyo hayotidagi eng so'nggi Ramazoningiz ekanini xayol qilib ko'rishdir. Ushbu kitob mana shu maqsadda qalamga olindi. Birinchi qism. Dunyoda g'arib kabi yoki yo'ldan o'tuvchi kabi bo'l. Harchand uzoq bo'lmasin, yaqindir. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bizlarga o'limni ko'p yod etishni tavsiya qilib, shunday degandilar: lazzatlarni kesuvchi o'limni ko'proq eslanglar. U zot bizga o'limni eslash uchun muayyan wird, vazifani belgilab bermadilar. Misol uchun payg'ambarimiz o'limni kunda bir marta yoki haftada bir marta yoxud bundan ham ko'proq yoki ozroq eslanglar demadilar, balki ishni o'zimizga qoldirdilar. O'limni eslashda o'rtamizdagi tafovut iymonimiz darajasiga bog'liq. Oramizdan ba'zilar toki o'liklarni ko'rmaguncha yoki bemor ziyoratiga bormaguncha yoxud o'lim haqidagi mav'iza va darslarda hozir bo'lmaguncha o'limni yodiga keltirmaydi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumoni shunday degani zikr etiladi: agar oqshomga yetgan bo'lsang, sahar orzusini qilma. Saharda uyg'onar ekansan, oqshom orzusini qilma. Sahoba mazkur hikmatli so'zlarni Habibimiz sollallohu alayhi va sallamning dunyoda g'arib kabi yoki yo'ldan o'tuvchi kabi bo'l mazmunidagi hadis-i shariflarga izoh sifatida aytgan. Payg'ambar alayhissalomning har 2 kunda o'limni eslab turishga ishora qilganlarini ta'kidlab, quyidagi hadisni rivoyat qilgan. Vasiyat qilgudek narsasi bor musulmon kishining vasiyatini yozilgan holda huzuriga qo'ymay, 2 kecha bemor bo'lib yotib qolishga haqqi yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam doimiy tanbeh bo'lishi uchun bizga insonning bu hayotdagi orzusi, uning turli tuman istaklari va Alloh taolo unga taqdir qilgan ajalni o'zaro solishtirishimizni istadilar. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam bir nechta chiziq chizdilar va ularga ishora qilib shunday dedilar: bu orzu, bunisi esa insonning ajali. U shu holda bo'lib turganida yaqinroq chiziq unga yetadi. Inson nimalarnidir orzu qiladi va rejalashtiradi. Bu narsa insonni fitratidagi istak mayli bo'lib, bu ayb sanalmaydi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam katta yoshlining qalbi 2 narsada yoshligini qo'ymaydi: dunyoni muhabbatida va umidning uzunligida dedilar. Lekin buning barobarida inson o'limni yaqin ekanini ham unutmasligi va amalini chiroyli qilishi darkor. Garchi inson o'limni his qilmasa yoki o'lim farishtasini ko'zi bilan ko'rmasa-da, o'lim unga juda yaqindir. Hattoki u eng mustahkam joylardagi qal'alarga berkinib olsa ham, o'lim unga yetishadi. Alloh taolo aytadi: qayerda bo'lsangiz ham, hattoki mustahkam qal'alarda bo'lsangiz ham, o'lim sizni topadir. Niso surasi 78-oyat. Mashhur shoir Ka'b ibn Zuhayr aytadi: unutar barcha inson, yashab uzoq, sog' omon,
lek bir kun tobut ichra yo'l olar qabr tomon. Xuddi shuningdek Abul Atohiya shunday deydi: unutdim men, o'limni unutdim. Xuddi o'layotgan kimsani ko'rmaydigandek. Axir o'lim har tirikning maqsadi emasmi? Ne bo'ldiki o'tkinchi narsa uchun shoshilmoqdaman. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning so'zlari ham ushbu haqiqatni tasdiqlaydi. U shunday deydi: har kim tongda o'z ahli tarafidan salom bilan qarshilanadi. O'lim esa unga oyoq kiyimining bog'ichidan ham yaqinroqdir. O'limni yod etish va unga tayyorgarlik ko'rish sahobalar va ulardan keyin kelgan solih zotlarning odatiga aylangan edi. Ulug' sahobalardan Abu Dardo roziyallohu anhu shunday degan edi: talabgori o'lim bo'lgan, lekin o'zi dunyoga umidvor insonga hayronman. U o'zi beparvo, lek beparvo tashlab qo'yilgan emas. Yiqqan narsalari bilan xursand, ammo o'zi Alloh taoloni rozi qilmoqdami yoki g'azablantirmoqdami, bundan bexabar. Abu Dardo roziyallohu anhu insonlarning dunyodagi holatiga basirat ko'zi bilan nazar solgan. Ular dunyoni talab qilishmoqda, o'lim esa ularni ortidan yuborilgan, ularning jonini olay deb turibdi. Abu Zar roziyallohu anhu shunday der edi: sizlarga eng nochor va faqir kunim haqida xabar beraymi? Bu qabrga qo'yiladigan kunimdir. Tabuk g'azotida tuyalari sekin yurgani sababli musulmonlar qo'shinidan ortda qolib ketgan va tuyasini qo'yib qo'shin ortidan piyoda yo'l olgan. Yuzlab chaqirim masofani shu holda bosib o'tgan ulug' sahoba Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu uchun bu kun nochorlik kuni bo'lsa, o'limga beparvolarning holi qanday bo'larkin? Abu Hurayra roziyallohu anhu biror janozani ko'tarib ketishayotganini ko'rsa, qani olib o'ting, biz ham uning ortidan keluvchimiz, der edi. Bu janozaga ergashib olib, janozadan so'ng vaqtini behuda sarflaydigan, dunyo lazzatlari haqida o'ylab boradigan ba'zi kishilarning misoli emas, aksincha bu barchamiz Alloh taoloning qo'lida bo'lgan taqdirimiz sari yo'l oluvchilar ekanimiz haqidagi haqiqatga hozir insonning misolidir. Makhul Shomiy rahmatullohi alayh biror janozani ko'rib qolsa, siz tongda ketmoqdasiz, biz ham oqshom yetib boramiz. Bu janoza nasihat va ibrat olinadigan narsa, biroq g'aflat juda yomon. Avvalgilar kelib ketdilar, biroq ortda qolganlar hech parvo qilishmas, der edi. Shunday aqidada yashab o'tganlardan biri o'limni eng yaxshi do'st deb bilgan Rabi ibn Haysam rahmatullohi alayh edi. G'oyibda mo'minni kutib turgan narsalar ichida o'limdan yaxshirog'i yo'q. Va yana aytar ediki: vafotim haqida hech kimga xabar bermang, meni yolg'iz Robbimga havola qiling. Shunday qilib u o'z nafsini o'lim safariga hozirlar. Shunday der edi: qalbimni biror lahza o'lim yodi tark etsa, u albatta fasodga uchraydi. Muhammad ibn Vosi rahimahullohga qanday tong ottirdingiz deyilsa, nima deb o'ylaysan? Har kuni oxirat sari ketib borayotgan odam qanday tong ottiradi, deb javob berar edi. Uning o'limni eslashi va o'zining o'limga kun sayin, balki-da soatlar sayin yaqinlashib borayotganining haqiqatini idrok etishi mana shunday edi. Kimki shunday tushunchada bo'lsa, solih amallar va ibodatlarga shoshilib yashashi kerakligini anglaydi. Xuddi shunday insonlardan Umar ibn Abdulaziz har kecha faqihlarni huzuriga yig'ib, ular bilan o'lim, qiyomat va oxiratni eslardi. So'ngra xuddiki qo'llarida janozani ko'tarib ketayotgandek yig'lashga tushardi. Qachonki insonlarning qalbi o'lim va uning kelishidan ogoh bo'lsa, o'lim hodisasi ularning qalbini larzaga keltirgan bo'lardi. Amash rahmatullohi alayh aytar edi: biz janozani kuzatib borardik, lekin azador kim ekanini bilmasdik, chunki mahzunlik barchamizni birdek qurshab olardi. Sobit Banoni aytadi: janozada insonlarni yuzlarini yopib olgan holda yig'laganlarini ko'rar edik. Solihlar mo'min musulmonlarga hamisha o'limni ko'p yodga olishni tavsiya qilishgan. Abbos ibn Hamzadan rivoyat qilinadi: Zunnun Misriyni huzuriga kirdim. Oldida bir qator muridlari bo'lib, ularga shularni aytayotgan edi: uxlayotgan vaqtingiz o'limni yostig'ingiz ostiga qo'ying. Uyg'onganingizda uni ko'z o'ngingizda tuting.
Bu dunyoga hech hojati yo'q. Oxiratga hojatmand kishidek bo'ling. Rabi ibn Haysam shunday der edi: o'xshashini avval hech topmaganingiz ushbu o'limni ko'p eslang. Avn ibn Abdulloh shunday deydi: bir kunni qarshilab uni tamomlay olmaganlar qancha? Ertani kutib unga yetisha olmaganlar qancha? Shoyat ajal va unga qarab ketayotganingizni bir o'ylab ko'rsangiz, orzu, havas va uning g'ururidan nafratlangan bo'lardingiz. Solihlar o'limni yod etishni foydalariga e'tibor qaratishgan. Rajo ibn Hayva aytadi: banda o'limni eslashni ko'paytirgani sari hasad va o'yin kulgini tark qilib yuboradi. Bishr ibn Xoris aytadi: agar o'limni eslasang, dunyo havaslari va shahvatlari sendan nari ketadi. Ibrohim Taymiy ham shunday degan: ikki narsa mendan dunyo lazzatlarini kesib qo'ydi: o'limni va Alloh taoloning huzurida turishni yodga olish. Kabul Ahbor shunday degan: kim o'limni tanisa, dunyo g'am tashvishlari unga ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Mana shularni e'tiborga olgan holda sahobalar o'limdan ibrat olishga haris bo'lishgan. Amallaridagi kamchiliklarni tuzatishga harakat qilishgan. Amr ibn Os roziyallohu anhu mozorlarga nazar soldi. Otidan tushdi va 2 rakat namoz o'qidi. Unga avval hech bunday ish qilmagandingiz, deyishdi. U shunday javob berdi: qabr ahli va qabr o'rtasida bo'lib o'tgan mojaroni esladim va hech bo'lmasa 2 rakat namoz bilan Allohga yaqinlashay dedim. Ular o'lim va uning qo'rqinchini amal va harakat uchun to'siq deb bilishmasdi. Shuningdek, uni ilm talab qilish va mehnatni tark qilish uchun bahona deb ham hisoblashmasdi. Ular toki o'lim vaqti kelganda unga tayyor turish uchun o'limni sa'y-harakat uchun turtki deb tushunishgan. Shuning uchun hasanot va go'zal amallarni ko'paytirishdi. Qozi Ibrohim ibn Jarroh Kufiy ustozi Abu Yusuf bilan bog'liq juda chiroyli xotirani rivoyat qiladi. U shunday deydi: Abu Yusuf kasal bo'lib yotgan payti uning ziyoratiga kirdim. Uni behush holda ko'rdim. O'ziga kelishi bilan menga: "Ey Ibrohim, bir masala haqida nima deysan?" dedi. "Shunday ahvolda masala yechamizmi?" dedim. "Hech qisi yo'q. Dars qilaveraylik, balki najot toparmiz", dedi. So'ngra aytdiki: "Ey Ibrohim, tosh ochda, ya'ni hajda piyoda tosh otgan yaxshimi yoki ulovdami?" "Ulovda otgan yaxshi", dedim. "Xato aytding." "Piyoda otgan yaxshi", dedim. "Yana xato aytding", dedi. "Alloh sizdan rozi bo'lsin, o'zingiz ayting", dedim. "To'xtab duo qiladigan kishi piyoda otgani yaxshi, to'xtamaydigan kishi ulovda otgani yaxshi", dedi. Qozi Ibrohim so'zini shunday davom ettiradi: "So'ngra men u kishini huzuridan chiqdim. Hovli eshigiga yetganimda yig'i ovozini eshitdim. U kishi vafot etgandi." Faqih Abul Hasan Ali ibn Iso rahimahulloh rivoyat qilib aytadi: Abu Rayhon Beruniy umrining so'nggi lahzalarini yashayotgan vaqtda uning huzuriga kirdim. U xirillab yotardi. Joni chiqay deb turgandi. Beruniy ixtizor holatida shunday dedi: "Ona tomondan buvilar haqida menga nima deysan? Qarang, shu holatida undan meros haqida masala so'ramoqda." Faqih Abul Hasan aytadi: "Unga rahmim kelib, shu paytda shartmi?" dedim. U esa: "Dunyodan shu masalani bilib o'tganim uni bilmay o'tganimdan yaxshiroq emasmi?" dedi. Abu Rayhon Beruniy o'limidan avval bir masalani o'rganishni istayapti. Boshqa narsani qo'yib faqatgina ilmni tanlamoqda. U ilm maqomi va martabasining fazli va qadrini juda yaxshi bilardi. Faqih Abul Hasan unga o'sha masalani tushuntirib berdi, o'rgatib yod oldirdi. So'ngra shunday dedi: "Keyin uning huzuridan chiqdim. Yo'lda ketayotganimda yig'i ovozi eshitildi." Abu Rayhon Beruniy o'sha masalani o'rgangandan bir necha daqiqa o'tib vafot etgan edi. U hatto o'lim vaqtini ham hayotning bir qismi hamda hisob kunida foydalanish uchun ko'paytiriladigan solih amal vaqti deb hisoblar edi. So'nggi Ramazon. Rog'ib Sarjoniy. Ikkinchi qism. So'nggi Ramazon nabaviy matlab. Demak, ushbu Ramazonni so'nggi Ramazon deb faraz qilish juda ham real farz bo'ladi. Ana shu hislarga erishish uchun harakat qilish nabaviy matlab sanaladi. Ilmiy kuzatishlar ham buni ta'kidlaydi va tasdiqlaydi.
O'tgan Ramazonda biz bilan birga bo'lgan qancha do'stlarimiz va tanishlarimiz hozir qabr ahliga aylanishdi. O'lim kutilmaganda keladi. O'lganlardan hech biri bu dunyoga qayta olmaydi. Alloh taolo aytadi: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Nihoyat ulardan biriga o'lim kelgan chog'da deydi: Robbim, meni qaytargin, shoyatki tark qilgan narsamda solih amal qilsam. Yo'q, albatta bu quruq so'z bo'lib, u aytuvchi xolos. Ularning ortida qayta tiriladigan kunlarigacha to'siq bordir. Mu'minun surasi 99-100-oyatlar. O'limni qaytarish imkonsiz. O'layotgan chog'da barcha insonlar uni qaytarishni orzu qilishadi. Gunohkor banda tavba qilish uchun, solih banda esa yaxshi amallarini ko'paytirish uchun. Ushbu Ramazonning oxirida dunyodan ko'z yumsak nima bo'ladi? Albatta biz har qanday holatda Ramazon ro'zasiga yangicha shaklda qaytib qolishni orzu qilamiz. Oxiratimiz va qabrimizda foydasi ko'proq bo'lishi uchun. Tasavvur qiling, hayotga qaytdik va bizga ushbu muborak oyda hayotimizni go'zal qilish, uzoq umrimiz davomida boy berganlarimizni o'rnini to'ldirish, yaxshiliklar tarozisini og'irlatish, Maliku Jabbor Robbimiz bilan uchrashishga yaxshi tayyorgarlik ko'rish uchun fursat berildi. Bu shunday hissiyotki, u orqali Alloh taoloning izni bilan ushbu muborak oyda amallarimiz va oxiratga tayyorgarligimizda muvaffaqiyatga erishamiz. Bu ba'zilar o'ylaganidek umidsizlik, ya'ni pessimizm emas. Aksincha bu amalga undovchi qarashdir. Ayni vaqtda bu fidokorlik, o'zini qurbon qilish, ehson va ijodga undaydigan kuchdir. Musulmonlar ko'plab fathlarni amalga oshirishdi va yer yuzi tamomila ularni qo'liga o'tdi. Buning sababi esa ulardagi go'zal xotimaga intiqlik va Allohga yo'liqishga doimiy hozirlik hissi edi. Alloh taoloning qilichi Xolid ibn Valid roziyallohu anhu Fors diyoriga yo'l olgan musulmon qo'shini haqida forslar qo'mondoni Hurmuzga qanday ajoyib so'zlar aytgan edi. Men sening oldinga shunday insonlar bilan keldimki, ular sizlar hayotni sevganingizdek o'limni sevadilar. Ana o'sha chiroyli xotimaga muhabbatli kishilar maqtovlarga sazovor bo'ldilar va sharafni qo'lga kiritdilar. Ulardan ba'zilari shahid bo'ldi, ko'plari esa dunyoga hukmron bo'lib yashashdi. Lekin hech qachon dunyo ularni qalbiga kira olmadi. Qanday qilib ular o'lim ertaga yoki indinga keladi degan ishonchni mahkam tuta olishdi. Lekin hech qachon dunyo ularni qalbiga kira olmadi. Ko'zimning quvonchi namozda qilindi. So'nggi Ramazondagi namozim. Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jamoat bilan o'qilgan namoz yolg'iz o'qilgan namozdan 27 daraja ortiqdir dedilar. Ushbu darajalarni qo'lga kiritishga bo'lgan harislik namozlarni jamoat bilan ado qilishga intilish hissi tufayli bo'lishi zarur. Bu faqatgina payg'ambar alayhissalom jamoat namozini tark qilishdan qaytarganlari uchun bo'lmasligi darkor. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, odamlarga o'tin yig'ingiz deb buyursamu, o'tin yig'salar, keyin namoz o'qingiz desamu, bir kishi azon aytsa, ikkinchisi imomlik qilsa, so'ngra namozga kelmagan kishilarning uylariga borib ustlaridan o't yoqib yuborsam. Ushbu shiddatli tahdid musulmon kishining namozlarini Alloh taoloning uyida avvalgi vaqtida ado qilishda bardavom bo'lishi, hattoki har namozda birinchi safda turishda o'z aksini topishi lozim. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar:
Odamlar azon aytmoq va namozda birinchi safda turmoqni nechog'lik savobli ekanini bilganlarida hech ilojini topmasalar chek tashlab o'z niyatlariga erishgan bo'lur edilar. Namozda xushu. Agar ushbu Ramazon men uchun so'nggi Ramazon ekanini bilsam, Alloh taolo menga farz qilgan ishlarni hech zoya qilmagan bo'lardim. Aksincha ushbu farzlarni yanada chiroyli va mukammal qilishga urinardim. Namoz asnosida xayolim u yoqdan bu yoqqa borib kelmasdi. Aksincha, namozimni butkul xushu bilan ado qilardim. Uni qarg'aga o'xshab cho'qilab o'qimasdim, balki uni uzaytirib o'qir, undan foydalanib qolar edim. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: ko'zimning quvonchi namozda qilindi. Namozda chinakam xushuga erishishning eng ajoyib yo'llaridan biri qalblarimizga Allohning muhabbatini ekishimizdir. Inson tabiati shundayki, u o'zi yaxshi ko'rgan kishi bilan uchrashishdan sevinadi. Hatto u bilan uchrashishni sabrsizlik bilan kutadi. Uchrashish vaqti yaqinlashganda bu insonning soat millari tezroq harakatlanishini xohlayotganini ko'rasiz. Kutayotgan insoni bilan uchrashganda esa u tomon butun vujudi bilan talpinadi. Uchrashuv qanchalik uzoq davom etsa-da uning tugashini hech istamaydi. Aksincha, vaqtning to'xtab turishini orzu qiladi. Uchrashuv yakunida u bilan boshqa vaqt yana uchrashishga intiladi. Bu narsa yaxshi ko'rgan kishilarimiz bilan uchrashishdagi tabiatimizdir. Namoz vaqti bo'lganda-chi, mana shu hislarni boshdan kechiramizmi? Agar javobimiz ha bo'lsa, Allohga hamd va shukronalar bo'lsin. Biz Allohni sevar ekanmiz. Agar javob berishga ikkilanib qolsak, turli uzr bahonalar qidirishga tushsak, demak Alloh taoloni chin ma'noda sevmas ekanmiz. Fojia, bu esa falokat. Qanday ulkan falokat. Alloh subhanahu va taolo aytadi: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Agar ota-onalaringiz, farzandlaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz, qarindosh urug'laringiz, kasb qilgan mollaringiz, kasod bo'lishidan qo'rqqan tijoratlaringiz va rozi bo'lgan maskanlaringiz sizga Allohdan, uning rasulidan va uning yo'lida jihad qilishdan mahbubroq bo'lsa, u holda Alloh o'z amrini keltirgunicha kutib turing. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmas, deb aytdi. Tavba surasi 24-oyat. Ota-onalarimiz, farzandlarimiz, aka-ukalarimiz, juftlarimiz, qarindosh urug'larimiz bilan uchrashish bizni namozdagi saodatdan ko'ra ko'proq sevintiradimi? Alloh taolo bilan uchrashganda, uzoq safardan qaytgandagi yaqinlarimiz bilan ko'rishgandagi hayajonni his qilamizmi? Xazinamizga ko'p mol kirganda quvonganimiz kabi namozda ham baxtiyor bo'lamizmi? Kattagina tijoratimiz kasodga uchrashdan qo'rqqanimiz kabi namozimiz qabul bo'lmay qolishidan ham qo'rqamizmi? Umrimizni sarflagan chiroyli va nafis imoratimizning qurilishi yakuniga yetgandagi quvonchni tun yarmidagi 2 rakat namozda ham his qilamizmi? Bular Alloh taoloning bandalaridagi o'ziga bo'lgan sevgining darajasini o'lchash uchun qo'ygan mezonlaridir. Alloh taolo ushbu aniq ravshan va ochiq oydin mezonlarni biror kishi botilni da'vo qila olmasligi, inson o'zini u zotni hamma narsadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman degan ulkan yangilish gumonda hayot kechirmasligi uchun joriy qildi. Vaholanki uning real hayoti buning aksini so'zlaydi va o'zini yolg'onchiga chiqaradi. Alloh taolo aytadi:
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Arobiylar iymon keltirdik deyishdi. Iymon keltirganingiz yo'q, lekin bo'ysundik denglar. Hali iymon qalblaringizga kirgani yo'q. Hujurot surasi 14-oyat. Hamma ham iymon keltirdik deb aytadi. Ammo chin ma'noda iymon keltirgan, muhabbat qo'ygan, itoat qiluvchi va tirishuvchilar kam. Keling, ko'ngildagini yashirmasdan bir to'xtab o'ylab ko'raylik. Yuqoridagi savollarga shaffoflik bilan xolis javob berib ko'raylik. Yana bir marta. Agar mana shu mezonlarga to'g'ri kelsak, Alloh taoloni sevar ekanmiz. U zotga hamd va shukronalar bo'lsin. Agar buning aksi bo'lsa, shoshilaylik. Shoshilaylik. U kunda na mol va na o'g'illar manfaat bermas. Kim Alloh huzuriga salomat qalb ila kelsa mustasno. Deyilgan kun kelmasidan avval Allohning muhabbati sari shoshilaylik. Unutmang, masala iymon masalasi. Kimki biror muhabbatni Allohning sevgisidan oldinga qo'ysa, uning iymonida noqislik bor ekan. U jar yoqasida turibdi. Iymon halovatini his qila olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan edilar. 3 narsa borki, ular kimda bo'lsa, iymon halovatini topadi. Alloh va uning rasuli uning uchun ikkovlaridan o'zga hamma narsadan mahbub bo'lmoqlari. Bir kishiga faqat Alloh taolo uchungina muhabbat qilmog'i va kufrga qaytishni, xuddi olovga tashlanishni yomon ko'rgandek yomon ko'rishi, dedilar. Boshqa bir rivoyatda esa kimlar iymon halovatini topa olmasligi aytiladi. Odam toki o'zga bir odamni faqat Allohni deb yaxshi ko'rmas ekan va Alloh kufrdan qutqargach, qayta kofir bo'lmoqdan ko'ra jahannam o'tiga tashlanmoqni afzal bilmas ekan, hamda Alloh va uning rasuli uning uchun barchadan mahbubroq bo'lmas ekan, iymon halovatiga erisha olmagay. Bu yerda erisha olmagay deyilmoqda. Jumla o'ta qat'iy va qattiq. Endi qanday qilib iymon halovatini topa olmaydigan insonning namozida xushu bo'lishi mumkin? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. So'nggi Ramazon. Rog'ib Sarjoniy. Uchinchi qism. Namozda duoni uzaytirish. Namoz mustajob duolar fursatidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozning turli o'rinlarida duoni ko'paytirardilar. Boshidanoq takbirdan so'ng namozni duo bilan boshlardilar. U zot sallallohu alayhi va sallamdan namozni boshida o'qiladigan turli duolar vorid bo'lgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga takbir aytsalar, qiroat qilishdan avval biroz sukut qilardilar. Men u kishidan, ota-onam sizga fido bo'lsin yo Rasululloh. Takbir va qiroat orasida sizni sukut saqlaganingizni ko'rdim. Nima dedingiz deb so'radim. U zot aytdilar. Men shunday deyman. Allohumma ba'id bayni va bayna khotoyaya kama ba'adta baynal mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bis-salji wal ma'i wal barad. Ma'nosi: Allohim, men bilan xatolarim orasini mag'rib bilan mashriq oralig'idek uzoq qil. Oppoq matoga tekkan dog'ni suv, qor va muz bilan yuvib ketkazgandek meni gunohlardan forig' etgin. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday derdilar. Allahumma inni a'udhu bika minal kasali wal haram wal ma'thami wal maghram wa min fitnatil qabr wa 'adhabil qabr wa min fitnatin nar wa 'adhabin nar wa min sharri fitnatil ghina wa a'udhu bika min fitnatil faqr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal
اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. Ma'nosi: Allohim, albatta men sendan dangasalikdan, o'ta qarilikdan, gunohga botishdan va qarzga botishdan, qabr fitnasidan, qabr azobidan, do'zax fitnasidan, do'zax azobidan, boylik fitnasi sharridan, yomonligidan panoh so'rayman. Men sendan faqirlik fitnasidan panoh so'rayman. Men sendan Masihi Dajjolning fitnasidan panoh so'rayman. Allohim, mening xatolarimni qor va muz ila yuvgin. Mening qalbimni xuddi oq kiyimni kirdan poklaganingdek poklagin. Men bilan xatolarim orasini xuddi mashriq bilan mag'ribning orasini uzoq qilganingdek uzoq qilgin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruku va sajdada zikrni ko'paytirardilar. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruku va sajdalarida shunday duo qilardilar: Subhanakallohumma robbana va bihamdik, Allohumma g'firli. Ma'nosi: Robbimiz Allohni barcha aybu nuqsonlardan poklayman va unga hamd bo'lsin. Allohim, mening gunohlarimni kechirgin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sajdada duoni ko'paytirishga buyurar edilar. Chunki sajda banda o'z Robbisiga eng yaqin turadigan holatdir. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Banda Robbiga eng yaqin bo'ladigan payt sajda vaqtidir. Bas, sajdada duoni ko'paytiringlar. Lekin nima uchun sajdadagi duo boshqalaridan ko'ra umidliroq? Buning hikmati nimada? Voqelik shundan iboratki, sajda Alloh taologa itoat eng ko'p ko'rinadigan va unga eng ko'p yolvoriladigan holatdir. Sajdada insonni aziz qilib turgan peshona yerga qo'yiladi. Insonlar u bilan mag'rurlik qiluvchi burun sajdaga boradi. Bu shunday maqomki, unda faqatgina Alloh taolo uchungina sajda qiluvchi sof fitratli kishi tura oladi. Mana shu joydan olamlar Parvardigoriga qullikning eng ulug' e'loni amalga oshiriladi. Agar banda mana shu aloqani idrok eta olsa, duosining ijobati albatta yaqindir. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Agar bandalarim sendan meni so'rasalar, men albatta yaqinman. Baqara surasi 186-oyat. Alloh taolo bandalariga yaqin. Ammo ushbu aloqaning mohiyatini anglay olmagan kishi qanday qilib Allohga yaqinlashsin? Bundan tashqari yana bir chiroyli va latif bir hikmat ham bor bo'lib, uni sajdaning ortidan ko'rasiz. U namozdagi duo ijobat bo'lishining eng yaqin holatidir. Sajda rakatdagi eng oxirgi amaldir. Har bir rakatning takbiri, Fotihasi, rukusi, hamdi go'yoki siz Alloh taoloni ulug'lagan muqaddima xolos. Oxirida esa siz Alloh taolodan o'z istaklaringizni so'raydigan sajdaga yetib borasiz. Mana shundan kelib chiqqan holda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni sajdada duoni ko'paytirishga va bunda faollik ko'rsatishga undaganlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Rukuda Robbni ulug'langlar, sajdada duoga harakat qilinglar. Mana shunda ijobatga loyiq bo'lasizlar. Hali ijobatni ta'minlaydigan ba'zi sabablarni kamoliga yetkazmaganimiz uchun rukuda duo qilmaymiz. Ammo ruku va namozning boshqa rukunlarida Alloh taoloni ulug'lasak, madh etsak va undan kechirim so'rasak, sajdada duoyimizni ijobat bo'lishi yaqinlashadi. Shuni bilib qo'ygan yaxshiki, ushbu tavsiya Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarining oxirida, u kishini o'limga eltgan kasallik vaqtlarida aytilgan edi. Bu esa uning g'oyat muhimligiga va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning toliqib, og'rib turganlariga qaramay bizlarga yaxshilikni yetkazishga juda haris bo'lganlariga dalolat qiladi. Ehtimol mana shu namozning oxirgi tashahhudidan keyin duo qilish mashru' bo'lishining sababidir. Namozda ikkita asosiy o'rinda duo qilish
nabaviy sunnat sanaladi. Bular sajdada va tashahhuddan keyin salom berishdan oldin duo qilishdir. Sajda rakat amallari ichidagi eng oxirgi amal bo'lgani kabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va'da berganlaridek, shu amalga yetib kelganda biz duolarimiz mustajob etilishiga munosibmiz. Tashahhud esa namoz amallari ichida eng oxirgisidir. Namozning barcha arkonlarida Alloh taoloni ulug'ladik. Endi esa Alloh taolodan tilagimizni tilash vaqti keldi. Shuning uchun namozxon tashahhuddan keyin salom berishdan oldin o'qishi uchun sunnat-i nabaviyyada ko'plab duolar vorid bo'lgan. Xuddi shuningdek, Alloh taolo nima uchun qunut duosini vitr namoziga xos qildi deb o'ylashimiz mumkin. Tun davomida ko'p namoz o'qib, ushbu rakatlarda Alloh taoloni uzundan uzoq ulug'laganimizdan so'ng endi Allohdan so'rash va tilash vaqti keldi. Bizga Hasan ibn Ali roziyallohu anhu rivoyat qilgan Alloh taolodan nima so'rash haqidagi bir rivoyatga nazar tashlasak, u kishi aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga vitrning qunutida o'qishim uchun bir necha kalima o'rgatdilar. Allohumma hdini fi man hadayt va afini fi man afayt va tawallani fi man tawallayt va barik li fi ma a'tayt وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. Ma'nosi: Ey Robbim, hidoyat qilgan kishilaring qatori meni hidoyat qil. Ofiyatda qilgan kishilaringdek meni ofiyatda qil. Yordam bergan kishilaringdek menga ham yordam ber. Bergan narsalaringni menga barakali qil. Hukm qilgan narsalaringning yomonidan saqla. Sen hukm qiluvchisan, senga hukm qilinmaydi. Senga do'st bo'lgan kishilar aslo xor bo'lmaydi. Ey Robbim, sen barokatli va oliy zotsan. Shu tariqa tungi namozlarni barchasidan keyin uzun kunning ibodatini uzun duo bilan yakunlaymiz. Alloh taolodan hidoyat, ofiyat, yordam, baraka tilaymiz. Bu ishni oldingi barcha namozlarda Alloh taoloni ulug'laganimizdan keyingina amalga oshiramiz. So'nggi Ramazondagi ro'zam. Agar bu Ramazon hayotimdagi so'nggi Ramazon ekanini bilsam, biror narsasini nuqsonga uchratmay, ro'zamni muhofaza qilishga intilgan bo'lardim. Ro'zadorni ro'zasidan ochlik va chanqoqlikdan boshqa nasibasi bo'lmasligi ham mumkin. Aksincha, men uning har lahzasini Alloh uchun deb hisoblayman. Ushbu ro'zada nafsim, shayton va dunyo havasiga qarshi jihad qilaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degandilar: Kim Ramazonni iymon bilan savob umidida tutadigan bo'lsa, oldin o'tgan gunohlari kechiriladi. Alloh taolo ro'zani boshqa ibodatlardan xosladi. Chunki ro'za faqat u zot uchundir. Uning mukofotini beradigan ham uning o'zi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Alloh taolo dedi: Odam bolasining hamma ishi o'zi uchun, illo ro'za men uchun. Uning savobini o'zim bilib beraman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni ro'zada yomonliklardan saqlanishga va ro'zani chiroyli shaklda ado etishga chorlaganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Ro'za do'zax o'tidan asrovchi qalqondir. Ro'za tutgan kishi yomon so'zlarni so'zlamasin, qo'pollik qilmasin. Agar biror kishi uni urushsa yoki haqorat qilsa, 2 marta men ro'zadorman desin. Allohga qasamki, ro'zador og'zining hidi Allohning nazdida mushk anbar hididan ham xushbo'yroqdir. Chunki Alloh taolo ro'zador men uchun yemaydi, ichmaydi va shahvatini tark qiladi. Ro'za xolis menga ibodatdir. O'zim uning mukofotini beraman. Vaholanki har bir yaxshilikka 10 barobar yaxshilik bordir degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ro'zadorlar uchun tayyorlab qo'yilgan ba'zi ne'matlar haqida xabar berganlar. U zot aytadilar: Jannatning bir eshigi bo'lib, u Rayyon deb ataladi. Qiyomat kuni undan faqat ro'zadorlar kirishadi. Ulardan boshqa biror odam kirmaydi. Shunda ro'zadorlar qani deyiladi. Ro'zadorlar turadilar. Ularning oxirgisi kirib bo'lishi bilan
eshik berkitiladi. So'ng u eshikdan boshqa hech kim kirmaydi, deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu oyda gunohlarga yaqinlashishdan qattiq ogohlantirganlar. Bunday qilish amallarni habata qiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim yolg'on gapirishni va unga amal qilishni qo'ymasa, uning taomi va sharobini tark qilishiga Allohning ehtiyoji yo'q, dedilar. Solih zotlar Alloh taoloning roziligini topish uchun ro'zani eng mukammal shaklda ado qilishga intilishgan. Shunday zotlardan biri bo'lgan Ahnaf ibn Qaysga aytishdi: "Siz ancha keksa odamsiz. Ro'za sizni zaifhol qilib qo'yadi." U shunday deb javob berdi: "Men uni, ro'zani uzoq safar uchun hozirlamoqdaman. Alloh subhanahu va taoloning toatiga sabr qilish uning azobiga sabr qilishdan yengilroq." Hasan Basri rahmatullohi alayh kulishib o'tirgan bir qavmning oldidan o'tdi va ularga shunday dedi: Alloh taolo Ramazon oyini o'zining toatida musobaqalashishlari uchun bandalariga musobaqa oyi qilib berdi. Bir qavm o'zib ketdi va muvaffaqiyatga erishdi. Boshqa qavmlar orqada qolib noumid bo'ldi. Oldinlab ketganlar g'alaba qilib, safsata sotganlar noumid bo'lgan kunda kulib o'ynab o'tiruvchilarni holiga ajablanaman. Ammo Allohga qasamki, agar parda ko'tarilsa, yaxshilik qiluvchi yaxshilikka, yomonlik qiluvchi yomonlikka giriftor ekani oshkor bo'ladi. Ya'ni amali qabul qilinganlarning quvonchi ularni o'yindan chalg'itadi. Amali rad etilganlarning hasrati esa ularga kulgi eshigini berkitadi. Insonlar Ramazon ro'zasida turli darajalarda bo'lishadi. Hammalari bir xil darajada bo'lishmaydi. Ulardan bir qismi taom, sharob va shahvatdan tiyilish bilan kifoyalanadi. Bu ularni ro'zadagi oldilariga qo'ygan maqsadlaridir. Ya'ni shunday daraja ham borki, unga ko'z, quloq, til, qo'l, oyoq kabi butun vujudni gunoh qilishdan man qilgan va ularni toatga yo'naltirgan ba'zi insonlargina ko'tariladi. Ammo eng oliy darajaga musulmonlardan juda ham ozchilik kishilar yetishadi. Ular qalblari va aqllari bilan tamomila Alloh taoloning toatiga mashg'ul bo'ladilar. Ularning qalbi dunyo bilan mashg'ul bo'lishga qiziqmaydi. Aqli esa uni Allohning toati va zikridan to'sib qo'yadigan gunoh va dunyo matohiga berilmaydi. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. So'nggi Ramazon. Rog'ib Sarjoniy. 4-qism. So'nggi Ramazondagi tungi namozim. Agar bu Ramazon hayotimdagi so'nggi Ramazon ekanini bilsam, Mushaf-i Sharifning avvalidan to oxirgi sahifalarigacha sayr qilinadigan va Qur'on hofizlari Alloh taoloning oyatlarini o'qib, dillarimizni yashnatadigan taroveh namozlarini ado qilishga haris bo'lardim. Alloh taolo gunohlarimni mag'firat qilishini tilagan holda Qur'onni tadabbur qilar, uning ma'nolari ustida tafakkur yuritar edim. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim Ramazonni iymon bilan savob umidida tutadigan bo'lsa, oldin o'tgan gunohlari kechiriladi. Alloh taolodan yaxshiliklar ato qilishini so'rardim. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Albatta tunda bir soat borki, qay bir musulmon bu soatga Allohdan dunyo va oxiratining yaxshiligini so'ragan holda to'g'ri kelsa, unga tilagini albatta beradi va bu har kecha bo'ladi. Qur'on oyi bo'lmish Ramazonda uzoq taroveh namozidan keyin uyga Robbimning kalomiga mushtoq holda qaytardim. Mushafni ochib, uning tilovatini ko'paytirishga urinardim. Tahajjudda qoyim bo'lardim. Uni ham ko'paytirishga urinardim. Bomdod va shuruq namozlari o'rtasida yana Robbimning kalomiga yuzlanardim. O'zimning nuqson va kamchiliklarimga qaramay, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotga ergashgan sahobalarga ergashgan bo'lardim. Mughira roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qadamlari yorilib ketguncha ibodat qilganlarida: "Ey Allohning rasuli,
barcha gunohlaringiz kechirilgan bo'lsa ham shunday qilasizmi, deyildi. U zot, shukr qiluvchi banda bo'lmayinmi, deb javob berdilar. Sahobalar va ularga yaxshilik bilan ergashgan tobiinlar shunday harakat qilishar va tirishar edilar. Agar Ibn Mas'ud roziyallohu anhuning ko'zlari tolsa, o'rnidan turib olardi va tong otguncha undan asalarining g'uvillashiga o'xshash ovoz eshitilardi. Sufyon Savriy rahimahulloh bir kecha to'yib ovqatlandilar. So'ngra eshak ko'p xashak yesa ko'p ishlaydi, dedilar-da, shu kecha tonggacha ibodatda qoyim bo'ldilar. Tovus rahimahulloh to'shakka yonboshlasa, xuddi qozonda don qovurilgandek qovurilar edi. So'ngra sakrab o'rnidan turib, tonggacha ibodat qilar. Jahannamning yodi obidlarning uyqusini qochirdi, der edi. Rabi shunday deydi. Imom Shofiyning uyida bir necha kun birga tunadim. U zot tunda ozgina uxlar edilar xolos. Abul Juvayriya aytadi. Abu Hanifa bilan 6 oy birga hamroh bo'ldim, lekin biror kecha ham yonboshini yerga qo'yganini ko'rmadim. Abu Hanifa rahimahulloh aytadi. Tunning yarmini bedor o'tkazar edim. Bir kuni bir qavmning oldidan o'tayotgandim, ular bu kishi tunni barchasini bedor o'tkazadi, deyishdi. Shundan so'ng qilmagan ishim bilan sifatlanishdan hayo qilib, tunni barchasini bedor o'tkazadigan bo'ldim. Rivoyat qilinishicha, u kishining tunda yotadigan to'shagi bo'lmagan. Aytilishicha, Malik ibn Dinor rahimahulloh أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Nahotki yomonliklarni qilganlar ularni iymon keltirib solih amallar qilganlarga o'xshash qilmog'imizni, hayotlari ham, mamotlari ham barobar bo'lishini o'ylasalar, qilayotgan hukmlari naqadar yomon. Oyatini takrorlab yotib tong ottirgan. Mughira ibn Habib aytadi. Malik ibn Dinorga boqdim. Xufton namozidan keyin tahorat oldi. So'ngra namoz o'qigan joyiga turib namoz o'qidi. Soqolini tutdi. Yig'idan bo'g'lar holga keldi va shunday deyishga tushdi. Allohim, Malikning oqargan sochlarini olovga harom qil. Sen kimning jannatiy ekanini, kimning jahannamiy ekanini bilasan. Endi Malik bulardan qaysi biri bo'ldi? Bu ikki yurtdan qaysi biri Malikning yurti bo'ladi? Tong otguncha mana shu so'zlarni aytib chiqdi. Hasan Basriy rahimahulloh aytadi. Biz tunni ibodat bilan o'tkazish va ushbu molni infoq qilishdan ko'ra kuchliroq amalni bilmaymiz. Undan so'rashdi. Nima uchun tahajjud o'quvchilarning yuzi go'zal bo'ladi? U zot, chunki ular Rahmon bilan xoli qolishadi. Shunda u zot ularga o'zining nuridan bir nur beradi, dedilar. Agar bu Ramazon hayotimdagi oxirgi Ramazon ekanini bilganimda, Alloh taolo kechalari qoyim bo'ladigan bandalariga beradigan ushbu nurga yetishish uchun bor kuchimni sarflar edim. So'nggi Ramazonida tungi namozga haris bo'lgan kishini dam olish istagi g'aflatda qoldirmasin. Haqiqiy orom jannatda bo'ladi. Solih zotlardan biri uchun safarda to'shakka joy tayyorlandi. U o'sha to'shakda uxlab tundagi vazifasini qazo qildi. So'ngra bundan keyin abadul abad to'shakda yotmaslikka qasam ichdi. Abdulaziz ibn Ravvod tun kirgan vaqtda to'shakni yoniga kelib, unga qo'lini uzatib, "Sen bag'oyat yumshoqsan. Ammo Allohga qasamki, jannatda sendan ham yumshoqroq narsalar bor", der va tong otgunicha ibodat qilar edi. Malik ibn Dinor aytadi. Bir kecha uxlab qoldim va vazifamni bajara olmadim. Tushimda qo'lida qandaydir yozuvi bor bir chiroyli joriya qarshimdan chiqib, "O'qishni bilasanmi?" dedi. "Ha", dedim. Menga yozuvni olib keldi. Unda shular yozilgan edi. Dunyoning o'tkinchi va yolg'onchi ne'matlari seni abadiy qolajaging jannatning zavqu safosidan chalg'itibdi. Jannat va undagi hurlarni unutib, dunyoda xuddi o'lim yo'qdek yashayapsan. Uyg'on, Qur'on ila tahajjud o'qi. Zero bular uyqudan yaxshiroqdir. Hasan Basriy rahimahulloh aytadi. Kishi bir gunoh ishni qiladi
va ana shu gunohi tufayli tunda qoyim bo'lishdan mahrum bo'ladi. Fuzayl rahimahulloh aytadi: tunda qoyim bo'lishga va kunduzi ro'zador bo'lishga qodir bo'lmasang, bilginki gunohlaring ko'payib, yaxshiliklardan mahrum shaxsga aylanibsan. Lekin men gunoh qilib qo'ysam, barchamiz xato qiluvchilarmiz. Umidsizlikka tushmayman, namozda qoyim bo'lishga tirishaman. Sila ibn Ashyam rahimahulloh kechasi bilan namoz o'qib chiqardi. Sahar vaqti bo'lishi bilan shunday der edi: Allohim, menga o'xshagan kishilar sendan jannatni talab qila olmaydi. Ammo o'z rahmating bilan meni do'zax azobidan saqla. So'nggi Ramazondagi Qur'on tilovatim. Agar ushbu Ramazon men uchun so'nggisi ekanini bilsam, albatta Qur'oni Karim tilovatini ko'paytirgan, Qur'onni bir necha marta xatm qilgan bo'lardim. Lekin bu galgi qiroatim avvalgi qiroatlarimdan butunlay farq qilib, xushu va tadabbur bilan o'qigan bo'lardim. Har bir oyatni aqlim va qalbim bilan chuqur his qilib, ma'nolarini tushunib o'qir edim. Uning ma'nolari va hidoyat belgilarini anglash uchun qalbim va aqlimga fursat berar edim. Qur'on o'qiyman va qiyomat kuni olamlar Robbisi tomonidan ulkan savobga ega bo'laman. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: qiyomat kuni Qur'on sohibiga o'qi va ko'taril. Dunyoda qanday o'qigan bo'lsang, shunday o'qi. Oxirgi oyatni o'qigan joying jannatdagi manziling bo'ladi, deb aytiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar: qaysi bir qavm Allohning uylaridan birida jam bo'lib, Allohning kitobini tilovat qilsalar, uni o'rgansalar, albatta ularning ustiga sakina tushadi. Ularni rahmat o'rab oladi, farishtalar qurshab oladi va Alloh o'z huzuridagilar qatorida zikr qiladi. Allohning oyatlarini qiroat qilaman va ularni hayotimga tatbiq etaman. Go'yo Alloh faqat menga xitob qilayotgandek bo'ladi. Oyatlarning ma'nolari qadar qalbim ham ta'sirlanaveradi. Tushunganim har bir ma'nodan qalbimda mahzunlik, xavf va umid kabi holatlar paydo bo'ladi. Xuddi Ikrima ibn Abu Jahl roziyallohu anhu kabi qiroat qilaman va yig'layman. U kishi mushafni ochib, ko'zlari ustiga qo'yar va Robbimning kalomi deb yig'lardilar. Oyatlarni tadabbur qilaman va Umar al-Faruq roziyallohu anhuda bo'lganidek, ularning qalbimga ta'sirini his etaman. U zot bir safar Takvir surasining vaqtki quyoshni buklab o'ralsa oyatlaridan va vaqtki sahifalar nashr qilinsa oyatigacha o'qidilar va buning ta'sirida behush bo'lib yiqildilar. Bir kuni Umar roziyallohu anhu bir uyning oldidan o'tdilar. Quloqlariga uy egasini namozda Tur surasini o'qiyotgani chalindi. Bir muddat quloq tutib turdilar. Uy egasi: Inna azab robbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Albatta Robbingning azobi ro'y berajak. Uni qaytaruvchi yo'qdir. Oyatlariga yetganda eshakdan tushib, devorga suyanib qoldilar va u yerda bir muddat qolib ketdilar. Keyin uylariga qaytib ketdilar. Shundan so'ng bir oy davomida bemor bo'lib yotib qoldilar. Odamlar u kishini ko'rgani kelar, ammo bemorliklari sababini bila olmas edilar. Ba'zi solihlarda bo'lganidek, qiroatim miqdori kam bo'lsa ham, oyatlar tadabburida butun e'tiborimni bir yerga jamlayman. Bir solih kishi shunday deydi: qaysi surani ochsam, to tongga qadar undagi ma'nolar boshqa suraga o'tishimga yo'l bermaydi. Yana ba'zilari esa yaxshi tushunmagan yoki qalbim unga qaratilmagan oyatni qiroat qilishdan savob umid qilmayman, deganlar. Abu Sulaymon Doroniydan hikoya qilinadi: men bir oyatni tilovat qilaman va 4 yoki 5 kechani shu oyat tilovatida qoyim qilaman. Agar undan fikrimni uzmasam, hargiz boshqa oyatga o'ta olmayman. Salafi solihlardan birlari Hud surasini 6 oy davomida takror tilovat qilgan, ammo uning ma'nolarini tadabbur qilishdan hech forig' bo'la olmagan rivoyat qilinadi. Oriflardan biri aytgan ekan: mening har juma kuni yakunlaydigan xatmim, bir oyda yakunlaydigan xatmim va bir yilda yakunlaydigan xatmim bor. Yana boshlaganimga 3 yil bo'lgan, ammo hanuz tugata olmaganim xatm ham bor.
Bularning barchasi orif zotning Qur'oni Karim ma'nolarini tadabbur etish darajasiga ko'radir. So'nggi Ramazon. Rog'ib Sarjoniy. Beshinchi yakuniy qism. So'nggi Ramazonda xayr ehsonim. Agar ushbu Ramazon hayotimdagi so'nggi Ramazon bo'lishini bilsam, o'zim va merosxo'rlarim uchun mol dunyo to'plamas edim. Balki Robbim huzurida menga manfaat keltiradigan ishga bel bog'lagan bo'lardim. Butun e'tiborimni faqir kishilarga, muhtoj talabalar, uylanishga qurbi yetmay o'z iffatini saqlab yurgan yosh yigitlar yoxud qiyinchilikda qolgan musulmonlarni izlab topishga qaratgan bo'lardim. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar. Kim birodarining hojatini ravo qilsa, Alloh uning hojatini ravo qiladi. Kim bir musulmonning g'amini aritsa, Alloh taolo undan qiyomat kuni g'amlarini aritadi. Kim bir musulmonni aybini satr qilsa, qiyomat kuni Alloh uni satr qiladi. Yoki boshqa muhtoj va ko'ngli siniqlarni izlayman. Oz bo'lsa ham molim bilan ularni yonida turaman. Aynan mana shular mening foydamga qoladi. Ehson qilinmasdan saqlab qo'yilgani esa biror manfaat keltirmaydi. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinishicha, qo'y so'yganlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallam u kishidan qo'y go'shtidan qoldimi deb so'radilar. Oysha onamiz faqat kuragi qoldi dedilar. Kuragidan boshqa hamma joyi qolibdi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonni o'ta saxiylik bilan o'tkazganlar. Ibn Abbos roziyallohu anhuma sifatlaganlaridek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insonlarni eng saxiysi edilar. U zotning eng ko'p saxiyliklari Ramazon oyida bo'lar edi. Chunki Jabroil Ramazon oyida to u chiqib ketgunicha har kecha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashar. U zot unga Qur'onni o'tkazar edilar. Jabroil uchrashgan kezlari u zot yaxshilikda esgan shamoldan ham saxiy bo'lib ketardilar. Agar ushbu Ramazon men uchun oxirgisi bo'ladigan bo'lsa, sarf qilgan xarajatim haqida o'ylamayman. Molimdan kamayib qolmadimikin deb hisobini ham qilmayman. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sadaqa moldan biror narsa kamaytirmas deb marhamat qilganlar. Asmo binti Abu Bakr roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam menga aytdilar: "Infoq idishingni bog'lab olma. Senga ham bog'lab qo'yiladi. Berganingni hisob qilma. Alloh senga ham hisob qiladi." Xayr ehsonim o'zim suygan narsalarning eng afzali bo'lishiga harakat qilaman. Bu haqda Alloh taolo shunday deydi: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. O'zingiz suygan narsadan nafaqa qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmassiz. Nimani nafaqa qilganingizni Alloh biluvchidir. Oli Imron surasi 92-oyat. Muhtojlar va ularni farzandlariga aynan o'zim xush ko'rgan taomlardan va o'zim kiyishni yaxshi ko'radigan kiyimlardan infoq qilaman. Bu ishlarni qilar ekanman, o'zimni Allohning qarz berish haqidagi chaqirig'iga amal qilayotgandek his qilaman. Alloh taolo oyatda shunday marhamat qiladi: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Allohga yaxshi qarz beradigan kim bor? Bas, toki unga berganini ko'p marta ko'paytirib bersa. Va holbuki Alloh rizqni tor qilur va keng qilur va ungagina qaytasizlar. Baqara surasi 245-oyat. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: O'zingiz suygan narsadan nafaqa qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmassiz va Allohga yaxshi qarz beradigan kim bor? Oyatlari nozil bo'lganda Abu Talha: "Yo Rasululloh, hovlim devori falon maydonda joylashgan.
Allohga qasamki, agar infoq qilmoqchi ekanimni sir tutishga qodir bo'lsam, oshkor qilmas edim, dedi. Shunda payg'ambarimiz uni ahlingning faqirlariga infoq qil, dedilar. Xayr ehsonimni maxfiy qilishga harakat qilaman, ammo zakotni sir tutmay ado etaman, chunki u farz ibodat. Alloh taolo Baqara surasi 271-oyatda yana shunday deydi: Sadaqani oshkor qilsangiz qandoq ham yaxshi. Agar maxfiy qilsangiz va faqirlarga bersangiz, bu siz uchun yaxshidir. Sizdan gunohlaringizni yuvadir va Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh 7 toifani qiyomat kunida o'zining soyasidan o'zga soya yo'q kunda o'z soyasi bilan soyalantiradi. Ulardan biri yashirin sadaqa qilgan kishi, hatto o'ng qo'li infoq qilganini chap qo'li bilmaydi, deb marhamat qilganlar. Ramazon oyi so'ngida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amr qilganlaridek fitr sadaqasini beraman. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr zakotini xurmodan 1 so, arpadan 1 so miqdorida musulmonlardan qulga ham, hurga ham, erga ham, ayolga ham, kichikka ham, kattaga ham farz qildilar. Uni odamlar namozga, hayit namoziga chiqishidan oldin ado etishga amr qildilar. So'nggi Ramazonda qiladigan mehr oqibatim. Agar ushbu Ramazon men uchun oxirgisi ekanini bilganimda, albatta qarindosh urug'larimga siylay rahim qilgan, faqat telefon orqali bog'lanish bilan kifoyalanmay, barchalarini ziyorat etgan bo'lardim. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Rahim, qarindoshlik arshda mualliq turadi va meni bog'laganni Alloh bog'lasin, meni uzganni Alloh uzsin, deydi, deganlar. Men ham Alloh taolo meni qarindoshlarga bog'lashini va menga rahim qilishini xohlayman. Bu oyda qarindoshlarimdan bemor bo'lganlarni ziyorat qilaman, chunki Alloh ularning huzurida bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga ko'ra, bemor ziyorati orqali Allohni ularning huzurida topaman, inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Alloh taolo qiyomat kuni aytadi: Ey odam farzandi, nega men kasal bo'lganimda meni ko'rgani bormading? Banda esa: Ey Robbim, axir sen olamlar parvardigorisan, qanday sen ko'rgani boraman? Shunda Alloh taolo aytadi: Sen falonchi bandamning kasal ekanini bilib turib, nima uchun uni ko'rgani bormading? Bilmaysanmi? Agar o'sha kasalni ziyorat qilish uchun oldiga borganingda, uning huzurida meni toparding. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham siylay rahimga o'ta qattiq e'tibor berardilar. Shu sabab onalarining haqqiga istig'for aytish va u kishining qabrini ziyorat etish uchun Robbilaridan izn so'ragandilar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Robbimdan unga, onamga istig'for aytishga izn so'radim. Izn berilmadi. Uning qabrini ziyorat qilishga izn so'radim. Izn berildi. Bu oyda qarindoshlarimdan ehtiyojmandlarni topib, ularga molim bilan yordam beraman. Salmon ibn Omir Zobi roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Miskinga qilingan sadaqaga bitta savob, qarindoshga qilingan sadaqaga 2 ta savob. Biri sadaqa, ikkinchisi siylay rahim uchundir, dedilar. Qarindoshlarimga siylay rahim qilishimdan ularning qarindoshchilikni uzgani to'sa olmaydi. Ularning huzuriga boraman va munosabatlarimni tiklayman. Qaysi birlari haqida xatoga yo'l qo'ygan bo'lsam, Allohning azobidan omonda qolishim uchun ulardan uzr so'rayman. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Evas, qarindoshlik qilgani uchun aloqalarni bog'lovchi emas, balki siylay rahimni uzib qo'yilsa ham, uni bog'lovchi haqiqiy bog'lovchidir. Ota-onamga hayotlik vaqtlarida qanchalik e'tibor qilgan bo'lsam, vafotlaridan keyin ham ularni siylay rahimlarini bog'layman. Zero Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Abdulloh Makka ko'chalaridan birida bir arobiy kishi bilan uchrashib qoladilar va unga salom beradilar. O'zlari mingan eshakka uni mindiradilar. Unga boshlaridagi sallani beradilar. Ibn Dinor aytadi: Abdulloh ibn Umarga:
Alloh seni isloh qilsin, u arobiylardan bo'lsa. Odatda ular oz narsaga ham rozi bo'ladilar-ku, dedim. Abdulloh: buning otasi otam Umar ibn Xattobga suyukli kishi edi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yaxshiliklarning eng afzali farzandning o'z otasi yaqinlariga siylay rahm qilishidir deganlarini eshitganman, dedi. Sahobalar, Alloh ulardan rozi bo'lsin, nima yo'l qilib bo'lsa ham siylay rahm qilishga qattiq harakat qilardilar. Tolha ibn Ubaydullohning ayoli Suuda binti Avf Mariya shunday deydi. Bir kuni huzurimga Tolha ibn Ubaydulloh noxush holda kirdi. Men: sizga nima bo'ldi? Agar ahli oilangizdan norozi bo'lsangiz, sizni rozi qilaylik, dedim. U: vallohi yo'q. Bir musulmonning sendek umri yo'ldoshi bo'lsin. Ammo qo'limdagi mol dunyo meni g'amga solyapti. Men: nega g'amga solsin? Qavmingizga sarf eting, dedim. So'ng xizmatkorni chaqirib: ey g'ulom, qavmimni chaqirib kel, dedi va mol dunyosini ularning o'rtasida taqsimlab berdi. Men taqsimlovchidan qancha ihson qilindi deb so'radim. U 400 ming deb javob berdi. Ramazonning so'nggi kunlarini g'animat bilish. Agar ushbu Ramazon men uchun eng so'nggisi bo'lishini bilganimda, bu oyning oxirgi 20 yoki 10 kunligida masjidda e'tikof o'tirgan bo'lardim. Zero Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikof o'tirar edilar, deganlar. U zot alayhissalom vafot etadigan yillari Ramazonning oxirgi 20 kunligida e'tikof o'tirdilar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam har Ramazon oyida 10 kun e'tikof o'tirar edilar. Jonlari qabz qilinadigan yili 20 kun e'tikof o'tirdilar. Agar xohlasa ahli ayolimni ham e'tikof savobidan mahrum qilmayman. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har Ramazon oyi e'tikof o'tirardilar. Tong namozini o'qiganlardan so'ng e'tikof o'tiradigan joylariga kirar edilar. U zotdan Oysha onamiz e'tikof o'tirishga izn so'radilar. U zot izn berdilar. Oysha onamiz u yerda o'zlari uchun bir kapa qurdilar. Bu haqda Hafsa eshitib, u ham u yerda o'zlari uchun kapa qildi. Bu haqda Zaynab eshitib, u ham u yerda o'zlari uchun boshqa bir kapa qildi. Men esa Ramazonning oxirgi 10 kunligida bu oyning boshqa kunlaridagidan ko'ra ko'proq ibodat qilishga haris bo'laman. Zero Oysha roziyallohu anha shunday deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunlikda boshqasida tirishgandan ko'ra ko'proq tirishardilar. Ahli oilamni ham toat ibodatlarida sherik bo'lishga chaqiraman. Yana Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qachon Ramazonning oxirgi 10 kunligi kirsa, belni mahkam bog'lab, kechalarni ibodat bilan o'tkazar va ahillarini ham uyg'otardilar. E'tikof odoblarini mahkam ushlayman. Dunyo haqida o'ylamay, faqatgina Allohning zikri, Qur'on tadabburi bilan mashg'ul bo'laman. Hamda Allohning ne'matlari va qudrati haqida tafakkur qilaman. Shu bilan birga boshqa e'tikof o'tiruvchilarning istirohati va ehtiyojlari uchun qo'limdan kelganini qilaman. Ularni bezovta qilmayman. So'nggi Ramazondagi tavbam. Agar ushbu Ramazon umrimdagi eng so'nggisi bo'lishini bilsam, aslo gunohga jur'at qilmas edim. Internet yoki televizorni yoqib olib, ma'nisiz o'yin-kulgi, serial va boshqa befoyda dasturlarni izlamas edim. Zero umr lahzalari sanoqlidir. Axir o'zim quradigan binoni o'zim vayron etishim hech ham aqlga to'g'ri kelmaydi-ku. Axir bu mening Ramazon oyida kunduzlari roza tutib, kechalari namoz o'qib, Qur'on qiroati va xayr-ehson bilan qurgan katta saroyim-ku. Qanday qilib uni bir harom nazar yoki boshqa bir buzuq so'z yoxud ahmoqona hazil sababli parcha-parcha qilishim mumkin. So'nggi Ramazonimda hatto bir daqiqani ham zoyi ketkazishni yoki uyqu vaqtining uzayishini qabul qila olmayman. Shunday ekan, qanday qilib gunoh va ma'siyat yoxud xato kamchiliklar ustida vaqtimni o'tkazay? Albatta bu narsa aslo aqlga to'g'ri kelmaydi. So'nggi Ramazonimda garchi halol bo'lsa ham Allohning toatidan to'suvchi ishlar ustida do'stlarim bilan jamlanmayman. Gunoh qilgan bo'lsam ham, qilmagan bo'lsam ham
Alloh taologa o'tgan gunohlarim uchun albatta tavba qilishim zarur. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doimo istig'for va tavba qilardilar. U zot shunday marhamat qiladilar. Allohga qasamki, men bir kunda Allohga 70 martadan ko'proq tavba va istig'for qilaman. U zot sallallohu alayhi va sallam bu ishni muntazam bajarardilar. Hatto sahobalar bilan o'tirganlarida ham buni kanda qilmasdilar. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir majlisda 100 marta Robbig'firli va tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Robbim meni mag'firat qil, tavbamni qabul et. Albatta sen tavbalarni qabul qiluvchi va rahimli zotsan, deb aytganlarini hisobladik. Lekin so'nggi Ramazonimda qiladigan tavbam nasuh, xolis tavba bo'lishi lozim. Bu haqda Alloh taolo shunday marhamat qiladi. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Ey iymon keltirganlar, Allohga xolis tavba qilinglar. Shoyatki Robbingiz gunohlaringizni yuvsa va sizni ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarga kiritsa. Tahrim surasi 8-oyat. Ya'ni haqiqiy qasd bilan tavba qilaman va gunohga hargiz qaytmayman. Butun hayotimiz so'nggi Ramazon kabi bo'lsin. So'nggi Ramazonim xuddi shunday bo'lishi kerak. Balki butun umrimni ana shunday o'tkaza olishim zarur. Xo'sh, Ramazondan keyin ham yashashda davom etsamchi? Alloh taolo Shavvol, Rajab oylarida yana meni bekorchi, vaqtini behuda sovurib, bema'ni ishlar bilan shug'ullanishimni ko'rishini qabul qila olamanmi? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning Shomga yurish qilayotgan Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhuga qilgan vasiyati qanday ham go'zal. Abu Bakr aytdi: "Ey Abu Ubayda, solih amal qil, jiddu jahd qilib yasha va shahodat ila jon taslim qil." Qanday ham buyuk vasiyat, qanday ham chuqur ma'noli so'zlar. Solih amalning o'zi bilan kifoyalanmay, hayotning har bir jabhasida islomning cho'qqisi bo'lgan Allohning yo'lida jiddu jahd, jihad qil. Jangda dushmanga qarshi, til bilan zolimlarga qarshi, shubha qiluvchilarga Qur'on bilan, g'aflatda yurganlarga targ'ib bilan, nafsu havo va shaytonga qarshi toat va ibodatda, gunoh va ma'siyatlardan qaytishda jiddu jahd, jihad qil. Albatta bu haqiqiy jiddu jahd qiluvchi insonning hayotidir. Shu bilan birga jiddu jahd qilib yashashning o'zi biz uchun kifoya qilmas ekan, balki shahodat maqomida jon topshirmoqlik ham kerak ekan. Qanday qilib shahidlik maqomida hayotimizni yakunlaymiz? Axir o'lim vaqti va joyini o'zimiz belgilay olmaymiz-ku. Biz ushbu daqiq ma'noni sharhlash uchun gapni uzaytirishimiz shart emas, balki maqsadni anglash uchun quyidagi hadisga ishora qilsak biz uchun kifoya. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kim Allohdan sidq ila shahodatni so'rasa, garchi to'shagida vafot etsa ham Alloh uni shahidlar darajasiga yetkazadi, dedilar. Musulmon va muslima do'stlarim, hadisdagi Rasulimizning sidq so'zi haqida biroz mulohaza qiling. Albatta Alloh taolo bizlarning qalblarimizdan voqif, niyatlarimizni bilib turibdi, ahvolimizdan xabardor. Xotima. Suyukli yaqinlarim, azada yuzaki yig'layotgan ayol bilan bolasini yo'qotgan onaning yig'isi hargiz teng bo'lmas. Darhaqiqat, biz oxirgi Ramazonimizda toatlarga yuzaki qaramaymiz, balki Rahmon zotga ibodat qilish jannat sari yo'limiz ekanini juda yaxshi bilamiz. Yana shuni ham bilamizki, bizning toatlarimiz Allohga zarracha manfaat keltirmaydi. Gunohlarimiz esa u zotga zarracha zarar yetkaza olmaydi, balki amallarimizdan faqatgina o'zimiz manfaat olamiz. Dunyoning o'tganidan ko'ra qolgani kam qoldi. Zakiy inson o'zini tanigan va o'limdan keyingi hayotga tayyorlangan kishidir. Allohdan dinimiz va musulmonlarni aziz qilishini so'rayman.
Doktor Rog'ib Sarjoniy. So'nggi Ramazon. Rog'ib Sarjoniy.